Tezkor xabar: Toshkentdagi bozorda savdogarlar janjal ko'tardi. Azizlar, video ostiga bir dona like bosib, videoni kuzating. Ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent shahar Yashnobod tumanidagi bozorlardan birida bir nechta fuqarolar o'zaro janjallashgani aks etgan video tarqalib, turli muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Mazkur holat yuzasidan poytaxt Ichki ishlar bosh boshqarmasi munosabat bildirdi. Qayd etilishicha, joriy yilning 15-aprel kuni taxminan soat 16:30 larda Yashnobod tumanidagi bozorlardan birida shu bozorda savdo qiluvchi fuqarolar 1998-yilda tug'ilgan AA, 2006-yilda tug'ilgan ZD, 1982-yilda tug'ilgan NE hamda 1984-yilda tug'ilgan MMlar tortishib qolib, jamiyatda yurish-turish qoidalarini qasddan mensimasdan o'zaro janjallashib ketgan. Bildirilishicha, mazkur holat yuzasidan Yashnobod tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'limi tomonidan ushbu fuqarolarga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183-moddasi mayda bezorilik bilan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, qonuniy chora ko'rish uchun hujjatlar jinoyat ishlari bo'yicha Yashnobod tuman sudiga yuborilgan deyilgan xabarda.